Assalomu alaykum azizlar. Sog' salomat, muborak Ramazon oyining shukuhidan bahramand bo'lgan holda bormisiz? Omon bo'ling. Azizlar, buyuk Alloh yaratgan maxluqotlari ichida eng ma'sum, eng bo'ysunuvchi zotlar farishtalar ekan. Biz ko'ra olmaydigan bu xilqat egalari Robbimning amriga so'zsiz itoatda bo'lib, har birlari o'z vazifalarini og'ishmay bajarar ekanlar. Ayniqsa shu kunlarda saharu iftorliklarda hoziru nozir bo'lib, duolarni, Qur'on tilovatlariyu takbirlarni, tasbihu salovatlarni arshi a'loga yetkazishda yaratgan Parvardigorning sodiq dastyorlari ekan. Duolar qilamizki, jannat makon yurtimizdan, xonadonlarimizdan farishtalar uzoqlashmasin. Qilayotgan ibodatlarimiz bardavom va buyuk Robbim huzurida qabulu maqbul bo'lsin. Amin. Azizlar, endi she'r tinglab bahra oling. Bismillahirrohmanirrohim. Farishtalar mehmonim. Yolg'iz qoldim bugun iftor mahali. Farishtalar keling, mehmonim bo'ling. Dasturxonda noz ne'matlar sarxili. Azizlarim, borimni baham ko'ring. Eha, sizlar taomlardan mosuvo, Alloh suygan nurli xilqat, nafsi to'q, gunohlardan pokizasiz, sof mavo, shaytonning ham sizlar bilan ishi yo'q. Bizchi aql iymonimiz sinalar, nafs jilovin mahkam tutsak qaniydi, har qadamda vasvasayu hiylalar, shayton qurg'ur o'z o'ljasin taniydi. Ajab, kishan domida bu kun iblis, yilda bir oy Ramazon sharofati, Alloh degan bandadan ketar olis, bu oy ko'pdir Robbimning inoyati. Duo qilay, farishtalar, omin deng. Yurtim to'kin, obod bo'lsin go'shalar. Duo qilay, Robbimning dargohi keng, qabul bo'lsin tarovihu ro'zalar. Bemorlarga tilay shifoyi komil, mazlum, muhtoj najot topsin ilohim. Adashganni tavfiq yo'liga solgil, o'zing qo'lla har jabhada Allohim. Farishtalar, ketmang, endi Qur'ondan o'qib beray, tinglab bahra olingiz. Alloh bergan ulug' ne'mat kalomdan ingan nurni qalbimizga solingiz. Hamd yetkazing yaratganga beadad, so'ng suyukli payg'ambarga salomim. Ul zot bizni boshlagan yo'li jannat, jannatlarda jam bo'laylik ilohim. Yana keling, farishtalar mehmonim, sizni kutay har saharu oqshomlar. Duolarim boshida bo'ling qoyim, g'animatdir xush Ramazon ayyomlar. Rahmat azizlarim e'tiboringiz uchun. Yana she'r mulkida ko'rishguncha omon bo'ling.